Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Biz bu darsimizda olma muhitida Zoom darsxonaga kirish usulini ko'rsatib o'tmoqchi. Oldi bilan tor ko'rishni yechib, Zoom deb bosgandan keyin birinchi adresni bosamiz. Bosgandan keyin bevosita bu yerni bosamiz. Biz bu yerga muallim ta'minlab bergan darsxona nomerini kirgizamiz. Biz ergishni bosgandan keyin bevosita bu darsxona programmasi tushida. Hozir tushiryotdi. Tushirib bo'lgandan keyin biz buni qo'shib chekish orqali qochalaymiz. Nomer. Cho'qim bu yerdan bu ikkisini tanlab bo'lgandan keyin qo'shilishni bosamiz. Besilgan vaqtda bu shaklda chiqqandan keyin biz ovozni aytsak bo'ldi va yoki bu shaklda avtomatik tanlasak bo'ldi. Hozir ovozni sinayotdi. Ani bosamiz va mikrofonim sinaydi. O'quvchilarning gap qilishi ba'zida ajabsiz. Ko'rayotganlaridek ma'lumot ekranimi bu shaklda ko'rinadi. Buni biz bu shaklda kichiltiramiz va bu orqali darsxonadan chiqa olamiz. Bu orqali yana aytiz olamiz. Bu orqali kimlar qo'shildi bu shaklda bo'ldi. Darsxonada normalda bu ikkisini taqishinglarni umid qilmang. Bir qadim darsxonaga kirib bo'lgandan keyin ikkinchi qadim kirmoqchi bo'lsanglar bu shaklda ochiladi. Ochilganda bevosita ustidagini besib, bu yerga muallim ta'minlagan darsxona nomerini besib, uchli tanlanmani tanlab bo'lgandan keyin bu yo'raydi. Yo'rg'a vaqtda uni besib darsxonaga kirsanglar bo'ladi. Bundan bugungi tushunish darsimiz mushachi bo'lsin.